amir bo'layotgan nafar bo'yda erkak bo'lsa, chunoniki bir vaqtda siyosatni o'li dunyo bo'ldi. Xotinli podshohdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, la yufliha qavmun. Bir qavm kamyob bo'lmaydi. Vallau amrahum imra'atun. Bularni vallau amrahum imra'atan. O'z ishlarini topshirib qo'ysalar bir xotinga. Bir xotin ki bechoraning mushkulotlari bor. Bu ma'noda emaski xotinlar Xudoyana karda siyosat tabaqalarga ihonat qilsa, yo'q, bu izzat. Siz o'ltiringizda o'ltirgan joyingizda oromlik bilan, dindorligingiz bilan, o'sha izzatingiz bilan o'ltiring. Sizga shariat shuncha haqlarni bergan, mahar sizda haqingiz. Sizga shuncha haq berganki, yer majburki tashqariga chiqsin deb sizni nafaqangizni keltirib bersin. Siz o'ltirgan joyingizda o'ltiring, bishiring yeying. Shuncha izzat berin. Boy izzat bo'ling deydi. Din shunday deydi. Qancha boy izzat bo'ladi uyda o'ltirgan joyda, yer boradidan ishlov keladi, bu o'ltirgan joyda xarj etadi. Shunday deydi shariat. Shunday bo'lsin deydi, joy munosib. Ammo lekin u xarj etishlik bu qirta ko'lay oladi, u bilmayman, marsa oladi, bu marsa oladi, bular emas.